Assalomu alaykum hurmatli soliq to'lovchi. Ushbu videorolik orqali MySoliq.uz portalidagi tadbirkorlik subyektlarining onlayn nazorat kassa texnikasi ma'lumotlari bo'limi imkoniyatlari bilan tanishtiramiz. Mazkur elektron xizmatdan yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar foydalanishi mumkin. Buning uchun MySoliq.uz portalidagi shaxsiy kabinetingizga elektron raqamli imzo orqali kiring. So'ngra xizmatlar bo'limining shaxsiy ma'lumotlar qismida joylashgan yuridik shaxslarning onlayn nazorat kassa texnikasi ma'lumotlari xizmatini tanlang. Chek ma'lumotlari menyusida onlayn nazorat kassa texnikalari, marketplace'lar va taksi agregatorlari tomonidan shakllantirilgan sotuv, qaytarish, kredit hamda avans cheklari bilan tanishish hamda ma'lumotlarni Excel formatda yuklab olish imkoniyati mavjud. Mazkur bo'lim orqali zid hisobotlarni tahlil qilish, komissionerlar tomonidan shakllantirilgan chek ma'lumotlarini ko'rish, shuningdek, tahrirlangan va qaytarilgan cheklar holatini kuzatish mumkin. Bundan tashqari, MXIQ kodi yoki o'lchov birligi xato kiritilgan cheklar bo'yicha tahliliy ma'lumotlardan ham foydalanish mumkin. Shuningdek, ushbu xizmatda vositachilik shartnomalari asosida faoliyat yurituvchi komissionerlar ro'yxatini shakllantirish, mavjud shartnomalarni o'zgartirish yoki bekor qilish, shuningdek, komitentlar ro'yxati bilan tanishish imkoniyati yaratilgan. Imtiyozlar bo'limi orqali onlayn nazorat kassa texnikalari yordamida shakllantirilgan chek summalari bo'yicha amaldagi soliq imtiyozlaridan foydalanish mumkin. Kassalar ro'yxati menyusida tadbirkorlik subyektiga tegishli onlayn nazorat kassa texnikalari ro'yxatini ko'rish hamda ularga xizmat ko'rsatuvchi texnik xizmat ko'rsatish markazini almashtirish imkoniyati mavjud. Shuningdek, portal orqali alkogol mahsulotlarini quyib sotish hamda alkogol va tamaki mahsulotlari uchun naqd pulda to'lovlarni qabul qilish bo'yicha ariza yuborish mumkin. Cheklar bo'yicha hisobot bo'limida chek summalari, komitent, komissioner, yagona platforma va savdo shoxobchalari kesimida tahlil qilinadi. Hisobotlar kunlik, oylik hamda fiskal modul kesimida shakllantiriladi. Bundan tashqari, sotilgan mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlar realizatsiyasini MXIQ kodlari kesimida monitoring qilish, shuningdek, foydalanilayotgan MXIQ kodlari ro'yxatini shakllantirish imkoniyati ham mavjud. MySoliq.uz portali imkoniyatlaridan samarali foydalaning. E'tiboringiz uchun rahmat.